Bu narsani odatga aylantirsangiz, stomatologga 90% kamroq murojaat qilasiz. Ko'pchilik bizada mana shu tishlarimni yuvdim, har doim tishlarimni yuvaman, nimaga mani tishlarim karies bo'laveradi degan savolni berishadi. To'g'ri, tishlar karies bo'lishi faqatgina tishlarni tozalash bilan bog'liq emas, lekin mana shu tishlarni tozalash ham sizni tishlaringiz sog'lom bo'lishiga qanchadir miqdorda 30% deylik miqdorda hissa qo'shadi. Qolgan 60% bu sizni organizmingizni o'zini individual xususiyatlariga kiradi. Xo'p, mana shu 30% ni bajarib qo'ysangiz, qanchalik sizga plyus bo'lishi bu ko'pchilik biladi. Ya'ni mana hozir aytib o'tganimdek, 90% holatlarda siz kamroq stomatologga murojaat qilasiz. Bu qanaqa odatlar? Bu siz o'ylagan o'sha faqatgina tishlarni shotka bilan va zubniy pasta bilan yuvishni o'zi emas, balki unga qo'shimcha ravishda barcha tishlarning yuzasini to'g'ri tozalash etaplari. Xo'p, birinchi etapda albatta siz va biz bilgan o'sha shotkalar bilan tozalash. Ya'ni zubniy shotka, pasta olasiz, o'zingizga yoqqan, qanaqadir brend bo'lishi mumkin, qanaqadir bir unikalniy bo'lishi mumkin, uni farqi yo'q. Siz o'sha shotka va zubniy pasta bilan tishlaringizni yuvib olasiz. Mana qarang, tishlarimiz to'rtburchak shaklda deb oladigan bo'lsak, o'sha to'rtburchak shaklni 6 ta yuzasi bor aslida. Bitta yuzasi bizani suyaklarimizga qaragan, u yuza yopiq. Qolgan 5 ta yuzasi to'liq tozalanishi kerak bo'ladi. Mana shu 5 ta yuzasidan tish shotkasi yordamida siz faqatgina 3 ta yuzasini tozalaysiz. Bu degani siz tishlaringizni 60% ga tozaladingiz degani. Ya'ni tish shotkasi bilangina foydalanib yuvgan vaqtingizda siz tishlaringizni 60% ni tozaladingiz. Agar to'liq tozalagan bo'lsangiz albatta. Tish shotkasi har doim ham hamma tishlarga dostupni emas. Ya'ni oxirgi turgan tishlarimiz tish shotkasi bilan ko'p holatlarda yuvilmay qolib ketadi. Va albatta tillarimiz ham. Ko'p holatlarda men tillarni shotka bilan yuvishni tavsiya qilaman, chunki shotka yordamida yuvish tillar uchun ham effektivniy, ham oson. Demak, birinchi etap shotkalar yordamida tozaladingiz. 3 ta yuzasi toza bo'ldi va 2 ta yuzasi qoldi. Bu qaysi yuzalari? Bu albatta bir-biriga tegib turgan yuzalari. Ya'ni mana shu tishlaringizni bir-biriga yaqin bo'lib turgan yuzalari. 90% holatlarda bizga stomatologlarga mana shu joyda joylashgan karieslar bilan murojaat qilishadi. Nima uchun? Chunki mana shu joy deyarli tozalanmaydi. Va mana shu ikkita yuzani tozalash uchun bizga ikkita instrument kerak bo'ladi. Birinchisi irrigatorlar. Ko'p holatlarda irrigatorlarni bizda bilishmaydi. Bu oddiygina o'sha suvlar yordamida suvni напряжение bosim bilan berish hisobiga tishni orasini va milklarini, ya'ni o'sha biz milk cho'ntagi deymiz, tish va milk orasida joylashgan cho'ntaklar. Mana shu joylarni yaxshilab sizga tozalab beradi. Va albatta ikkinchi 3 etapdan keyin 3-etap bu bizda flosslar yoki tish iplari deymiz. Tish flosslari, ya'ni tish iplari. Bu ko'p holatlarda siz eshitgansiz, tishlar orasiga kirib qolgan qanaqadir qoldiq ovqatlarni olib tashlash uchun ishlatishadi, lekin aslida tish iplari tishlarni mana shu qolib ketgan ikkita yuzasini tozalash uchun ishlab chiqarilgan. Va mana shu iplardan to'g'ri foydalanish orqali siz tishlaringizni sog'lomligini boshqalarga nisbatan ko'proq saqlab qolishingiz mumkin. Mana shu 3 ta qadam orqali siz tishlaringizni barcha 5 yuzasini tozalaysiz va mana shu yuzalar toza bo'lganligi uchun tishlaringiz 90% holatlarda stomatologga muammo bilan murojaat qilmasligingiz mumkin. Albatta ushbu narsani odat qilishga harakat qiling.